matbur etib basmamız. İstemsiz qo'shiqlar. İstemsiz o'qituvchi opa. Qallaringiz necha? Rahmat yaxshi. Sizning qallaringiz necha? Rahmat, yaxshi. Xayrli kun. Xayrli kun. Kelgan qo'noqlarimiz bilan da eslashik. Ularga xayrli kun tilaylik. Xayrli kun. O'tiramiz, yaxshi bo'ladi. O'tiramiz. Matbur etib turamiz. Ekranga qaraymiz. She'rni durust intonatsiya bilan o'qiymiz. Osh oldindan xayrli o'zni yuvamiz. Oq etib qo'lni yuvib, oshxonaga o'tiramiz. Yaxshi bolalar, yaxshi. Shu ko'tarinki kayf bilan darsimizni boshlaymiz. Matbur etib o'tirdik, darsga hozirlikni ko'rsatdik. Darsni boshlaymiz. E'tibor bilan kitobda o'qiymiz. Bolalar jumlalarni o'qiymiz ham tarjima etamiz. Birinchi jumla Dunyolar. Oshimiz ta'mli bo'lsin. Приятного аппетита. Yaxshi. Ikkinchi jumla Oshxona спортзал yanında o'rnashgan. Yaxshi. Столовая расположена около спортзала. Yaxshi. Yegor. Eshikchi apalarga rahmat aytamiz. Мы поварам спасибо говорим. Yaxshi. Albatta, kelasi jumla Nikita. Oshxonada ta'mli pishirilar. В столовой очень вкусно готовят. Yaxshi. So'nggi jumla Yaxshi. Sagat ko'mitida biz oshxonaga boramiz. В 12 часов мы ходим в столовую. Yaxshi bolalar. Bolalar, bu jumlalar narsa turida ekan? Narsa turida bizning bu jumlalar? Narsa turida jumlalar? Achon? Oshxonada. Oshxona turida. Demak, bizning temamiz oshxonada. Sizning bugun necha dars bolalar? Necha dars sizning bugun? Necha dars? Bugun necha dars? Bugun 5 dars. Yaxshi bolalar, yaxshi. Tatar tili nechanchi dars? Yegor. Tatar tili 5-chi dars. Yaxshi. Siz bugun oshxonada oshadingizmi? Oshxonada oshadingizmi? Oshxonada oshadingizmi? Irina. Oshxonada Oshadi. Yarar. Ertangi oshni siz qayda oshaysiz? Ertangi osh qayda oshaysiz? Ertangi oshni Nikita. Ertangi oshni qayda oshaysiz? E'tibor bilan. Ertangi osh qayda oshaysiz? Где вы кушаете? Что, Ирина? Ertangi oshxonada. Ertangi oshni durust. Qayda? Oshaymiz, durust bolalar. Siz tag'in nega osh vaqtlari bilasiz? Ertangi osh tag'in kechki osh. Yaxshi, Yegor. Yaxshi bolalar, durust. Bizning ertangi, kunduzgi ham kechki osh vaqtlari bor. Hozir siz turkumlarga bo'linasiz. Birinchi turkum, ikkinchi turkum, uchinchi turkum. Birinchi turkum butqalar ismligini yozadi. Ikkinchi turkum oshlar ismligini yozadi. Uchinchi turkum ichimliklar ismligini yozadi. 1, 2, 3 boshladik. Yo'q, qalam olamiz. Yozamiz.
vaqt beriladi. Kim yazıp bitirdi? Qaysi turkum yazıp bitirdi? Hozir tandır turkumni kutib. Bunda biraz zo'rroq yoziladi. Birinchi turkum o'z ismligini qo'yib, Budkalar, Savli budkasi, Qarabuday budkasi, Digen budkasi. Duggi budkasi, yaxshi. Ikkinchi turkum oshlar ismligini Tıkmaşı, aş, Qarabuday, aş, Gımbelik, aş. Gumbali osh, yaxshi. Nikita Işimcilik, ishimliklar, Nikita qadrin lik ishimliklar, yaxshi. şey, kisil, sport. Yaxshi, yaxshi. Har bir turkum baribizda durust javob berdi. Rahmat. Siz narsa yaratasiz? Bu savolga javob berish uchun biz darslikning 56-betini ochamiz. Darslik 56. Birinchi kuni bu dialog tuzamiz. 2 minut vaqt. Parlada dialog tuzamiz. Evet, ağaçlar. Birinci konu. Kim hazır? Yok mu? Hazır. Deniz bilen Sasha, siz hazır mı? Yok. Tamam. Angelina ham, Safiya. Min yaratan esim, min Qarabuday budkasi yaratan. Yaxshi, durust. Ikkinchi dialog. Min hadisda aşı yaratan asim, min Savli budkasi yaratan. Yaxshi. Nikita Daniela. Min hadisda aşı yaratan asim, min Savli budkasi yaratan. Yaxshi. Tag'in. Dasha. Min aşısımı? Yo'q, rahmat, men aşı. Yaxshi bolalar, yaxshi. Rahmat. Siz bugun oshxonada narsa oshladingiz? Shu turida silashib olib, taqta yonida chiqamiz. Muzika o'ynaysiz, siz yuriysiz. Yol etasiz, muzika to'xtag'ach, siz barlarga bosasiz, silasha boshlaysiz. Yuriysiz, yol etasiz.
Parlarga basarız. Hem söyleşeriz. Kimde par jitmedi? Angelina'ga par jitmedi. Angelina men sen bilan parga basam, men sen bilan birga bo'lam. Yaxshi. Söyleşeriz. Oshxonada nesta oshadingiz siz bugun? Bir-biringizga söyleysiz, maqtanasiz. Men oshadim. Bir-biringizga söyleysiz. Angelina, sen nesta oshading? Yaxshi. Amin. İş mi? Aşağıda. Yaxşı. Söyleşdingizmi? Yaxşı. Irina. Daniyela bugun nesta oshagan? Даниэла говорит, Oshagan. Bugun oshadi bugun. Kabista oshadi. Igor, Roma bugun nesta oshagan? Nesta oshadi bugun Roma? Рома, Будка, Ашадык. Budqa oshadi Roma. Yaxshi. Sofiya. Dayana nesta oshagan bugun? Даяна Булен, Карабадай, Бакасы, Асадай. Yaxşı balalar, yaxşı. O'tirig'iz. Yaxshi. Hozir biz sizni bilan e'tibor bilan ekranga qaraymiz. Siz oshxonada nechuk oshaysiz ekan? Biz hali e'tibor bilan qaraymiz. Oshar oldindan narsa aytirga kerak? Kim bilan oshar oldindan narsa aytirga kerak? Bir kimga bilmayman. Oshar oldindan Перекида, что нужно сказать? Ашығыз тәмле болсын. Ayda tekshirib qaraygali. Yaxshi bolalar, oshig'iz ta'mli bo'lsin. Esda qoldiramiz bolalar. Kelasi slaydni qaraymiz. Dinaraning qo'li pishroq. Dinaraga kengash beringiz. Nasa deb aytgan Dinaraga? Давайте прикажем, скажем, что нужно ей сделать. Нишлеря керек Динарага? Динарның qo'li pishroq. Кушать. Она qo'li pishroq. Dinara, narsani yu, bu narsa. Qo'limni yu deb aytsangiz tekshirib qarang. Durust javob berdingizmi ekan? Dinara, qo'limni yu. Durust. Ovqatga qaraymiz. Nikita oshxonada yuguradi. Biz oshxonada yuguramizmi? Yoraymi oshxonada yugurishga? Yoraymi? Yo'q. Aytamiz, Nikitaga kengash berib, Nikitaga narsa deb aytamiz? Не бегай. Никита, Yugurma. Yaxshi. Qaraymiz. Nikita oshxonada yugurma. Yaxshi. Daniel oshxonada sikraydi. Biz oshxonada sikraymizmi bolalar? Yoraymi oshxonada sikraydi? Yo'q, yoramaydi. Nasa deb aytamiz Danielga? Sikraymi. Biz qaraymiz durustmikan? Daniel oshxonada sikraymi. Durust. Kelasi slayd. O'quvchilar oshxonada suv ishadi. Suv ishadimizmi biz oshxonada bolalar? Suv ishadimizmi? Yoraymi suv ishirga? Yo'q, yoramaydi. Bizlar o'quvchilarga narsa deb aytamiz? Не делитесь. Nechuk bo'ladi? Sug'ishmag'iz deydi biz qaraygali. Oshxonada sug'ishmag'iz. Ovqatda Malalar qoshiq bilan o'ynaylar. Biz oshxonaga kirgach, qoshiq bilan ishlaymiz. Biz oshlaymiz, shundaymi? Abo malalar sug'ishar qoshiq bilan. Yoraymi ekan qoshiq bilan o'ynarga? Yo'q, yoramaydi. Qoshiq bilan o'ynarga. Bizlar qaraygali, nechuk aytamiz? Qoshiq bilan o'ynamag'iz. Bizlar qabatlayib, qoshiq bilan o'ynamag'iz. Хорошо. Yaxshi bolalar. Bolalar oshxonada сөйләшәләр. Сөйләшергә ярыймы oshxonada? Yo'q, biz oshxonada oshaymiz. Biz oshxonada сөйләшмибез, димә. Bizlar qaraygali. Oshxonada сөйләшмәгез, biz qabatlıyız. Oshxonada
Yaxşı, bala, alğa taba. Kızlar aşxanada kuluşarlar. Kulabizmi biz aşxanada? Yo'q, demak kulishmaymiz. Demak, edizlar qarag'ala, nechik meni kengash berayotgan biz bolalarga oshxonada kulishmaymiz. Yomon boshdan. Tamam, bir tapa qabatlaylik. Oshxonada kulishmaymiz. Yaxshi. Ertangi oshdan so'ng o'sha kishilarga biz narsa aytishga tegish. Edizlar bizga narsa aytishga kerak. Oshib bitirdik. O'sha kishilar sizga tamli rizqlar pishirgan. Biz narsa deb aytamiz o'sha kishilarga? Narsa deb aytamiz? Oshib bitirgach qaytasiga aytamiz. Что мы? Rahmat. Dressmikin. Rahmat, dress bolalar. Rahmat. Bu edizlar bolalar tamam bir tapqa qabatlab olib. Dressmi? Yolg'ishmi? O'yinni bolamiz. Dress bo'lsa, siz basasiz. Jumlani dress aytsam, jumlani dress aytmasam, siz o'tirasiz. Başlaymizmi? Başlaymiz. Oshxonada yugurishga yo'q. Oshxonada sug'ishma. Yaxshi. Qanaqas? Oshxonada kulishirga yo'q. Oshxonada silashma. Yaxshi bolalar, o'tiramiz, yaxshi. Hozir men sizga baribizga qoidalarni, mana shu qoidalarni sizga baribizga taratib chiqaman. Siz bu qoidalarni esda qoldirib tegish bo'lasiz. Edizlar bolalar, hozir tamam buni bu ishlab olamiz. 56 bit, 3-chi kuni bu qaraymiz ixtibor bilan qaraymiz. Unda narsa ishlarga kerak ekan 3-chi kuni bu. 56 bit, 3-chi kuni bu. Edizlar unda to'rtlarcha tarjima etishga kerak. Biz to'rtlarcha tarjima etamiz. 2 minut vaqt beramiz. Bu cümlelerini Tatarşaga tercüme edip arıyoruz. Çünkü de uylayız başta. Dürüst mü yok mu? Uylayız, kaygırsız mı uylayız başta? Kaygırsız mı uylayız? Hazır. Var mı hazır koşu var? Nikita, muhtemelen bu terime diyor. Hazır mısın Nikita? Mansur, Bıtka, Aşağı. Yaxşı, direkt. Mansur, Bıtka, Aşağı. Yaxşı. Irina. Balalar, Aş. Ага, правильно. Слушайте. Может быть, дети. Балалар. Суп. Ага, суп. Это женщина когда? Ашибыз. Ашибыз. Ага. Даша еще будет? Ашилар. Так. Рома. Балалар.
Аш. Ашисыз. Приказ. Сделай. Сделайте. Поможете Балалар. Аш. Аши. Ашамы. Даниила, не еще были? Балалар. Аш. Ашамы. Ашамы. А там разве есть не кушай? Есть частицы не? Так, Даяна. Максим. Су. Эш. Ансыдрыс, Максим, сол, эш. А поразали балалармында. Дети, кушайте, то есть вы кушаете, да? Балалар. Аш. Ашалар. Ашала. Ага. Ангелина, ничего ли? Балалар. Аш. Ашила. Ашила. Не обязательно паривали. Бар белән экранга карыйбыз. Әйдәгез, кайда ялгыш ясадыгыз, кайда ялгыштыгыз? Әйдәгез, карыйбыз. Ага. Оказывается, да? Так. Әйдәгез, укып чыгабыз. Беренче җөмләне укыйбыз. Бөтенебез бергә. Мансур бытка аша. Biz onu kuşağız demek, kuşağız, aşağı diye eyteriz. Yaxşı, alğa tabar. Maksim, sol, eş. Yaxşı, kuştuq biz ama. Alğa tabar Roma. Балалар. Аш. Ашыгыз. Aşağız demek, balalar, aşağız. Nədir var biz birgə? Balalar, aşağız. Yaxşı. Qonaqlar şey işidir. Әйдәгез әле. Birine biz birgə. Qonaqlar şey işidir. Yaxşı. Rəhmət balalar. Dəristə qatnaşırızğa qarab, siz bir-birinizə bilgi qoyub, özünüzə bilgi qoyuğuz. Stəldəgə smayliklarını, turı kelən smayliklarını qulağınızğa ayılığız. Qaysı smaylik sizə turı kelən? Qaysı smaylik sizə turı kelən? Əgər fürsət deyəriz, siz bugün dəristə qatnaşdınız, siz bugün dəristə işlədiniz. Qulağınızğa smayliklarını alığız. Yaxşı balalar, yaxşı. İş etib sizə aşxanadagi qoidələrini İstə qaldırığa verim. Həm menyu düzürgə gerek bola balalar. Menyunu biləsiniz nə нәрsə ekan? Menyunu nişik düzüyüz biz? Menyu. Знаете, что такое меню? Да. Әйдәгез әле хәзер. Ул меню хәзер сезнең белән барысында уйлап карыйк әле. Менюны ничек төзибез? Меню. Әйдәгез, иртәнге ашка без меню төзибез. Иртәнге аш. Завтрак. Нинди меню төзибез? Ирина? Чәй эчәсең. Тагын иртәнге ашка тагын нәрсә бар? Сулы касы ашыйсың иртәнге ашка. Тагын карабыдай. Барысын да иртәнге ашка ашыйсызмы? Яхшы. Рома? Деде буткасы. Сез барысын эш бутка. Меню. Кабысты аш. Юк, балалар. Барысы да ашасал сезнең. Мы, наверное, выбор кушаем утром, да, Грейс? Может, все подряд не едим, вы что, все подряд едите? Берисовую, гречневую, да? Иртәбен. И все подряд ешь, да? Сез барысын да ашыйсыз, деме? Әйдәгез хәзер. Biz o'zimizga belgilab qo'ydik, barisini boshladik, ishini biz yozib qo'ydik. Shuni әйдәгез aytaylik, darsda sizga yoqadimi bolalar?
Derste uşadı mı sizge? Ayye, biz derste işledik. Biz derste işledik. İşledik biz derste. Biz derste yokladık mı? Yok. Biz derste yugurduk mu? Yok. Biz derste soğuştuk mu? Yok. İşledik sen biz derste. İşledik biz derste de. Biz derste okuyup. Okudık, tak, yaxşı. Tamam, biz ne işledik? Tamam, biz ne işledik? İşledik biz. Nerede? Biz derste yazdım. Yazdıq, ziyi, bıtqalar, işimliklər, aşlarına yazdınız. Yaxşı. Dağın. Yazdıq, aileniz adı neydi? Ne işlediniz dağın siz derste? Ha? Ne işlediniz siz dağın derste? Bir-birimizga so'rov berdingiz de javob berdingiz. Ne işlediniz siz derste? Birinchi kuni ishladingiz. U narsa bizni ne ishladik biz? Roma, ne ishladik? Diyalog tuzildi. Diriz bolalar, diriz. Biz derste narsa turida сөйлештік. Derste biz narsa turida сөйлештік. Derste biz narsa turida сөйлештік. Biz qayerga bardik? Aşadık biz. Qayda aşadık? Aşxonada, diriz. Biz bugun oshxona turida сөйлештік.